Rossiyadan yo'l ochildi. Nimagaki mana Qirg'izistonlik akamiz Litvadan hozir xudo xolasa Germaniyaga furaga ishlagani o'tyapti. Aka mana intrigani oxiriga olib qo'yamiz. Nech pul olib topishini hozir aytmang aka. Lekin asosiy talabda aytayki furaga. Umuman talab endi juda katta Germaniyada. Shopir kam, kelib ishlasa bo'ladi. yo'q, shopirdan nima talab qilinadi? Hamma men shopirman deydi, boshqa qiladi. Shopirdan endi shu mashina desa bo'ladi, boshqa talab qilinmaydi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Asosan mana yo'llarda yurdingiz Germaniya yo'llarida. Eng asosiysi o'qisirmasa bo'ldi. Yuksaladi. Trezga yursa, aytaylik, qiyin vaziyatdan tez yo'l topib chiqib ketsa bo'ldi. Ular akamiz Bobur akani Qirg'izistondan siz agar trezi bo'lsangiz, Rossiyadan kelaman, Yevropadan o'taman, O'zbekistondan Germaniyaga o'taman desangiz, qo'lingizdagi hunaringizni kommentariyaga belgilab, bizni qo'llab-quvvatlang. Inshaalloh siz bilan birgalikda uddalaymiz. Germaniya, Yevropa do'stlar.